Afshona Abu Ali bin Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi Quvayt elchixonasi xodimlari va Muborak Al-Kabir shifoxonasi xodimlari bilan hamkorlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Texnikumning bitiruvchi yoshlari, pedagogik jamoa hamda rahbariyat ishtirokida o'tkazilgan masofaviy muloqot nafaqat talabalar, balki soha mutaxassislari uchun ham mazmunli kechdi. Hozir shu haqda. Ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishi soha mutaxassislaridan doimiy izlanish va xalqaro tajribani o'rganishni talab etmoqda. Afshona Abu Ali bin Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumida tashkil etilgan navbatdagi tadbir aynan shu maqsadga xizmat qildi. Davlatimiz rahbarining tibbiy ta'limni rivojlantirishda xorij tajribalarini o'rganishga oid bergan topshiriqlar ijrosi doirasida O'zbekiston Respublikasining Quvayt davlatidagi elchixonasi xodimlari ko'magida tashkil etilgan Zoom muloqoti Quvaytdagi mashhur Muborak Al-Kabir shifoxonasi shifokorlari hamda Afshona Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi bitiruvchi yoshlari va pedagogik jamoasi o'rtasida bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida Quvaytning Muborak Al-Kabir shifoxonasi shifokori o'z faoliyati, xorijdagi ish tajribasi va O'zbek tibbiyot maktabining xalqaro maydondagi nufuzi haqida to'xtalib o'tdi. Vatan sog'inchi va kasbiy mas'uliyat uyg'unlashgan ushbu suhbat talaba yoshlarida katta qiziqish uyg'otdi. Muloqot davomida asosiy e'tibor Quvayt davlati sog'liqni saqlash tizimining yutuqlariga qaratildi. Jumladan, Quvayt tibbiyoti bugungi kunda dunyoning eng ilg'or standartlariga javob beradi. Davlat tomonidan sohaga yo'naltirilayotgan investitsiyalar shifoxonalarni eng zamonaviy diagnostika va davolash uskunalari bilan ta'minlash imkonini beradi. Muloqot davomida bitiruvchi yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Ayniqsa, xorijda tibbiy faoliyat yuritish uchun qaysi fanlarni mukammal bilish kerakligi, til o'rganishning ahamiyati va tibbiy etika masalalari bo'yicha berilgan tavsiyalar talabalar uchun muhim qo'llanma bo'ldi.